san'at fidoyilikni talab qiladi. Bu oltin qoidani o'zining yangi roliga tayyorlanayotgan har bir aktyor tasdiqlaydi. Yaratayotgan obrazi ishonarli va esda qolarli chiqishi uchun ba'zida aktyorlar og'ir o'lchamdagi kostyumlarni kiyishiga, ulama sochlarni taqishiga, yuz uchun qilingan grimlarga chidashiga to'g'ri keladi. Hattoki ayrim kino yulduzlari o'z rollari uchun 30 kilogrammgacha vazn tashlashga yoki sochlarini kal qilib oldirib tashlashga majbur bo'lishgan. Ushbu aktyorlar ham filmdagi qahramonlari uchun tanib bo'lmas darajada boshqa insonga aylanib qolishga muvaffaq bo'lishgan. Jonni Depp, Uayta Baljer, Qora Messa 2015-yilda suratga olingan. Tilda Swinton, Madame Céline Villeneuve, De Golf und Taxis, Grand Budapest mehmonxonasi 2014-yilda suratga olingan. Glenn Close, Albert Nobbs, Sirli Albert Nobbs 2011-yilda suratga olingan. Ushbu aktyorlarni ko'rib, nahotki shu bo'lsa deb hayratda qolasiz. Jared Leto, John Lennon qotili, Mark Chapman 27 bob 2006-yil. Rooney Mara, Lisbeth Salander, Ajdarho tatuirovkali qiz 2011-yilda suratga olingan. Shunday aktyorlar borki, ular ayol kishi obrazini ham qoyilmaqom ijro etishadi. Ulardan biri Hugo Weaving, Knox singlisi, Bulutli Atlas 2012-yilda suratga olingan. Holly Berry, Yokasta Ayres, Bulutli Atlas 2012-yil. Ushbu aktyor filmda rol ijro etish uchun sochidan kechishga majbur bo'lgan. Matthew Fox, Picasso, Men Alex Cross 2012-yil. Ba'zi aktyorlar o'zidan 20-30 yosh katta bo'lgan insonlar obrazini ham bemalol eplab ijro eta oladi. Ulardan biri Javier Bardem, Ramon Sampedro, Qalbi daryo filmida 2004-yil. Kate Blanchett, Jude Cohen, Bob Dylan 60-yillarda. Men u yerda yo'qman 2007-yilda suratga olingan. Anthony Hopkins, Alfred Hitchcock 2012-yil. Stanley Tucci, Mr. Harvey, Nozik suyaklar 2009-yil.
Nikol Kidman, Virginia Woolf. Soat filmida 2002-yil. Christian Bale, Trevor Reznik. Mashinist filmi uchun ancha ozishiga to'g'ri kelgan. Ushbu film 2004-yilda suratga olingan. Charlize Theron, Eileen Wuornos. Maxluq 2003-yilda suratga olingan. Filmdagi roli uchun sochini kesishga majbur bo'lgan aktrisalardan biri Vanessa Hudgens. Agnes Bailey, Menga uy hadya eting. 2013-yilda suratga olingan. Film uchun sochini butunlay kal qilib oldirgan aktyor esa Joel Edgerton. Firavn Ramzes. Yaralish, podshohlar va xudolar. 2014-yil. Barchani hayratga solgan Marion Cotillard, Edith Piaf pushti rang ostidagi hayot filmi orqali hammani lol qoldirgan. Ushbu film 2007-yilda suratga olingan. Iste'dodli aktyor Tom Cruise, Les Grossman, Omadsizlik askarlari 2008-yilda suratga olingan. Matthew McConaughey, Ron Woodruff. Dallas xaridorlari klubi filmida 2013-yilda suratga olingan. Yuqorida sanab o'tilgan aktyor va aktrisalar o'z kasbining jonkuyarlaridir. Bunga ular ijro etgan rol orqali ishonishingiz mumkin. Ushbu aktyorlarning filmlardagi obrazlarini ko'rib, barchamiz lol qoldik. Hattoki ba'zi bir aktrisa va aktyorlarni tanimadik ham. Bularning barchasi aktyorlarning o'z ishlarini chin dildan sevishi va kasbiga sadoqatidandir. Ushbu aktyor va aktrisalarni dunyodagi eng iste'dodli aktyor va aktrisalar deyish mumkin. Shuning uchun ham ular ijro etgan filmlar o'lmas va uzoq yillar mobaynida insoniyatga xizmat qiladi. Ba'zi bir aktyor va aktrisalarni ko'rib, hattoki ko'pchilik tomoshabinlar tanimagan ham. Bu esa ularning naqadar iste'dodli ekanligidan darak beradi. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda to'p tepa olmay yiqilgan Beckham yoki sahnada qoqilib ketgan Madonna, aeroportdan qaytayotgan Lady Gaganing baland poshnasida qoqilib ketishi va boshqalar haqida, ya'ni aktyorlar, aktrisalar, kino yulduzlarining, xonandalarning barchasi haqida bilib-bilmay yiqilishi yoki turtilishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu ma'lumotlarimiz sizlarga qiziq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Agar dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, sizlardan like bosishni so'rab qolamiz. Dasturlarimizda albatta kamchiliklar ham yo'q emasdir. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz.
kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizlarning mehringiz va muhabbatingiz bilan biz ilhomlanamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.